Yozda edi navbatga yozdirib qo'yganim. Yuzim bilan kulgili ekanman, kapshonkani kiyganimda xumparga o'xshab. Kim menga Voltni o'zi telefon qilib aytibdi-ki, zakozni berishmadimi hali deb pul so'rashdi. Qachon charchasam ish tugatib boraman. Zakaz uchun 20 ming beryapti. Baram bizda yangilik do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Formachalar qalay, yarashibdimi? Va nihoyat yozdan beri Voltga kiraman deb yurgan edim. Kuzda nasib qilgan ekan. Endi Voltda dastavkaga chiqdim. Sizlar bilan Karbonika va Zdravstvuyaniylar Toshkent Eats YouTube kanali. Hozir soat 5:30. Hozir bir chekkaga o'tirib liniyadaman deb bosaman. Bu erkin slot. Nimaga velida yurganimda bosmayman, chunki sizlarga batafsil tushuntirib, ko'rsatib, hamma narsani o'rgatib qilishim kerak bo'ladi. Bu Volt ilovasi do'stlar. Bugun ofisga borib, ro'yxatdan o'tib, kerakli narsalarni, sumka, kiyimlarni olib kelganman va hozir go online. Bu degani ishtamanni bosish. Xo'p, o'zim birinchi marta ishlab ko'ryapman. Sizlar bilan birgalikda buni ko'rib chiqamiz. Men bu yoqda pik vaqtlari bo'lar ekan. Masalan, hozirni ko'rsatyapti. Bizga bu 5:30 bo'lsa, 5:30 dan keyingi vaqtlarni ko'p ko'rsatyapti. Ya'ni o'shanda zakaz yaxshiroq bo'ladi va mana xohlagan paytimiz go offline qilib ish tugatib ketishimiz ham mumkin. Endi zakaz qayerda keladi va qachon keladi, unisini birgalikda kutamiz. Xo'p do'stlar, shunday qilib Voltga ham kirib oldim. Hozir smenadaman, smena emas, umuman ishdaman, liniyadaman. Lekin hali zakaz tushgani yo'q va zakaz tushgunicha men sizlarga Voltga qanaqa kirganim va uni dasturda nimalar boshqacha ekan, sumkalar haqida, qanaqa ishga kirganim haqida batafsil gapirib beraman. Volt dasturi bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Bu yoqda kuryerlarga qanchalik ko'p talab bo'lishini grafigi bor. Hozir esa o'rtacha talab bor. Medium deb qo'ygan. Bu o'rtacha talab degani. Bu yoqda oldin bajargan ishlarimiz, ya'ni oldin nechta zakaz topshirganmiz. Men hali zakaz topshirmaganman, shuning uchun bu yoq bo'm-bo'sh. Xo'p, keyingisi esa anaqa jadval asosidagi smenani tugatish, ya'ni nima deydi, offline bo'lish uchun vaqtini belgilab qo'ysanglar, masalan, budilnikka o'xshagan. Soat 7 ni belgilab qo'ysam, 7 da o'zidan o'zi men offline bo'laman, ishni tugatgan hisoblanaman. Yoki hozir o'zida ham mana masalan offline qilishim mumkin. Go offline now degan. Nastroykasiga o'tamiz. Bu yoqda bizani mablag'larimiz turadi. Menda 250 ming so'm minus, sababi sumka, olgan vitrovkalarim, kepka va kaska bergan. Bu narsalarni uyda ko'rsataman. Ikkita sumka olganman, bittasi katta va bittasi kichkina sumka. Kichkina sumka suv olib yurish uchun ekan. Men mayli bering, ishlatib ko'raman deb oldim, lekin hozir faqat kattasini olib chiqqanman. 250 ming o'shani depozit uchun mendan yechib olgan va buni ishlasam, ishlaganim sari bu kamayib ketib, minus yopiladi. Va bu yoqda nastroykasini kiramiz. Hozir nimalar bor ekan? Xo'p, men velosipedda turibman, bicycle degan modda turibman, ya'ni men velida ishlayman. Bu yoqda mashina, piyoda va velosiped bor ekan. Va men Google Mapsni Yandex Maps qilishim kerak. Chunki men Yandex karta bilan ishlayman. Yandex kartaga o'tkazdim, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda esa anaqa menimcha oq yoki qora fonda bo'lishi dasturni. Men hozir telefonim rangida turibdi. Telefonim qora fonda turibdi, shuning uchun bu ham qorada turibdi. Zakaz hali mana zakaz keldi. Xo'p, zakaz Bon Chimkenskiyadan kelyapti. Chimkentdagi Bon qayerda? Va unga 4 kilometr masofa ekan. Zakaz keldi bizga do'stlar. Ovoz kelmay, ovoz chiqmayapti. Menimcha telefonim bezuvukdanmikin. Ha, telefonim bezuvukda ekan. Mana o'chirishim kerak. Demak, ovozi shunaqa bo'lar ekan. Buni admin qila olamanmi yoki qabul qilishim shart bo'ladimi? Yo'q, zakaz ketib qoldi, to'g'risi men tushunganimcha. Mayli, keyingisini qabul qilaman. Ungacha dasturni yana ham yaxshiroq o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ovoz o'chganligi uchun menga eshitilmadi, ko'rdinglarmi? Keyin ting qildi, lekin men uni eshitmay qoldim. Bu yoqda esa support bor ekan, ya'ni poddershkasini ko'ramiz. Yozsa bo'lar ekan operatorga. Yana shu agar muammo chiqsa bemalol yozsa bo'lar ekan. Sumkasi esa mana menga yana zakaz tushdi. Osh markazi Zarafshon. Bu qayerda ekan?
Bo'pti, qabul qilamiz. 19 ming tushyapti zakaz narxi. Sumkani hozir bitta ko'rsataman, chunki menda hali yetib borish uchun vaqt bor, menimcha, lekin vaqtni ko'rsatmayapti yoki men tushunmayapmanmi. Men bu menimcha Yandex kartani bossam manzilga o'tadi o'zi deb o'yladim. Manzilimizni ko'rib olamiz. Hozir qayergaligini men ko'rmay qoldim-da. Men o'zim hozir Darxondaman. Hamidorjon metroni oldida. Va men buni har doim bilasizlar, peshkom qilib yuraman. Men buni ham o'chirib qo'ysam, keraksiz narsalar yo'qoladi mana. Xo'p, matbuotchilar, bu skver tomonda yer ostiga kirib ovqat olib chiqqanim o'tgan safar eslaydir. Bu safar oshib chiqaman. O'sha yerda osh markazi bor. Sumkaga keladigan bo'lsak, sumka Yandexnikidan butunlay boshqacha, ko'ryapsizlar. Chiroq yoqqanda oq bo'ldi. O'zini rangi ko'k, lekin xo'p. Chunki bu yon tomondan bunaqa zamochka bilan ochilarkan. Har doim tepasidan ovqat solsak, bunga yonidan solinadi. Mana zamochka oxirigacha ochilsa, bu bunaqa ochiladi. Ichida suv qo'yadiganlari bor va mana bunaqa bilsanglar, Yandexda ham, Uzumda ham bor bunaqa taxtachami nima deydi, короче, devor qilib qo'ysa bo'ladi, ajratib qo'yasiz. Sumka shunaqa va qo'shimcha mana bunaqa narsalar bor. Ichida mana zaradniklarim bilan shapkani solib qo'yganman. Yonlarida ham cho'ntaklari bor ekan. Ko'ramiz bu sumkada ishlash qanchalik bizga qulay bo'ladi. Bu esa meni velosipedim. Bu esa bizdagi zakaz. Nimagadir 4 kilometr ko'rsatgandi. Menimcha borish kelish 4 kilometr, borishga 2 kilometr, qaytishga 2 kilometr. Umumiy hisobda bitta zakazni 4 kilometrga yetkazib bergan bo'lar ekanman. Mana sizlar bilan birgalikda ishlab buni o'rganib olyapman. İşte rosa kubana kadar böyle. Zakazga keldim. Zakazni olganda hammasini belgilash kerak ekan, mana bunaqa qilib belgilab hamma narsani oldim deb qabul qildi va klientga olib borishni boshlaymiz. Va Yandex kartani bosib manzilga o'tib olamiz. Afrosiyob ko'chasiga ekan. Qani necha kilometrga beradi? Olamiz va 2 kilometrda, demak, umumiy hisobda 4 kilometrlik zakazga 19.800 shunaqa bergan edi. Boshida eslasanglar, o'zim ham qaytib ko'raman, esdan chiqib qoldim. Yoni hidi biram yoqmaydi menga. Endi velosipedimni o'sha tepalikka sudrab olib chiqaman. Chunki bu yoqda oddiy velosipedda chiqib bo'lmaydi. Ko'rishinglar mumkin, men deyarli manzilga yetib keldim, 80 metr qolgan. Va hozir Voltga kirib ko'ramiz. Bu yoqda Pades va hamma narsa yozilgan ekan. Spot magazini qizil. Ya'ni bu domga emas, magazinga ekan. Hozir yetib borganimdan keyin yetkazdim bosaman. Ya'ni zakaz topshirganimdan keyin. Zakazimga 120 ming, mana 120 ming so'm naqd pul oldim. Klient endi yozgani endi keldi. Men so'radashib qoldim deb. Boshqa magazinga ikkita magazin bor ekan. Bittasi sport ekan, bittasi sport ekan, men adashib ketdim. Xo'p, pulni oldimni bosaman. Mana pulni oldimni tasdiqlayman. Keyin bemalol zakazni topshirdim. Ya'ni zakaz yetkazilganini bossam. Men bir martada olish qiyin ekan. Bo'ldi. Endi birinchi zakaz muvaffaqiyatli yopildi. Va mana buni ko'ryapsizlar, uje ko'kka o'tibdi. Bizda yaxshigina zakaz tushishi mumkin balki. Mana buni ko'ramizmi ichida nima borligini. Yuqori daromad degan. Xo'p, bu yerda qaysi kunlarda, qaysi soatlarda yaxshi ish bo'lishini aytgan. Masalan, bugun 6:30 dan 9 gacha ish yaxshi bo'ladi degan. Va ertaga 11:30 dan 2:30 gacha. Undan keyin 31 oktyabr kuni yana 6:30 da kechki payt ham yaxshi bo'lar ekan. Demak, vaqtda ikkita paytda ertalab bir zo'r pik vaqti bo'ladi, zakazlar ko'p tushadi va obeddan keyingi shom paytida zakazlar ko'p tushadigan vaqt bo'lar ekan.
va men sizlarga zakazini nima uchun naqd pulga olganimni, balansga pul to'ldirdimmi yo'qmi o'sha narsalarni ham hozir bir joyga o'tirib tushuntirib beraman batafsil. Bugun Zabitlarga yaqin Voltman ofisiga borgandim. Navbat kutish kerak ekan. Hozir bo'sh joy yo'q. Bo'sh joy bo'shaganda siz keyingi hafta chaqiramiz deyishdi. Lekin baraka topishsin, meni Voltda tanishlarim, Voltda ishlaydigan tanishlarim. Bu qiz oldindan navbatga yozilgan edi, faqat sizga emas, boshqa operatorga. Shuning uchun uni navbatni olib qo'yman, navbat olib qo'ygandim-da. Yozda edi navbatga yozdirib qo'yganim. Keyin ro'yxatdan o'tkazib berishdi, narsalarni berishdi va aytishdiki, bizda hech qanaqa balans to'ldirmaysizlar, restoranga ham pul to'lamaysizlar. Hamma narsa Volt tomonidan to'langan bo'ladi. Menda ikkinchi zakaz qabul qilamiz. Sumdan. Va Voltda zakazning ID'si mana bunaqa 3 ta raqamli bo'ladi. 593 dedim va mana hech qanaqa pul kerak emas deb qo'yilgan. Tasdiqlashda hammasini bosib, ikkalasi ham bor deb mana bosdik. Buni 2 marta qilish kerakmi? 1 marta yetar ekan, sal kutish kerak ekan. Просто men sabrsiz odamman. Va boshlashni qilamiz. Bizga karta chiqadi. Kartaga kirdik. Davay. Men telefonim sal baribir eskidek. Hop. Va yaqingina bizda o'z umumiy zakazni anaqasini o'shaga ko'rib bo'lsa bu yerda qancha degan zakazni anaqasi. Zakazi umumiy 1 kilometr 700 metr deganda. 500 metrga restoranga kelgan bo'lsam, 1 kilometr 200 metrga mijozga olib borib beraman. Menga yana zakazlar kelishni boshladi. 3 kilometrga 20.800 so'm to'laydi. Borish kelishim 3 kilometr bo'ladi. Xo'p, zakazlarni qanaqa qilib olishni, qanaqa topshirish sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endi men bu yoqqa soqqani bosib ishlashim kerak. Keyin sizlarga batafsil hamma ma'lumotlarni o'tirib aytib beraman. Smena debman. Tilim o'rganib qolibdi-ya, ishim tugagandan keyin. Qachon charchasam ish tugatib boraman, qachon yoqmay qolsa. Lekin hozir shunaqa ham yoqyapti, chunki yaxshi to'lar ekan. Meshidan zakazimni olib chiqdim. Hozir sovuq qoldi. Men buni zamishga qo'ydim, bilmadim aslida qanaqa ko'rinyapti. Lekin qulay kiyim ekan, cho'ntaklari ham ko'p, sumkam ham cho'ntaklari ko'p. Men sumkam ichida ko'p zaryadniklarim qo'yardan qarab olib beradim, og'iz bo'lib ketadi. O'sha narsani bunga yetkazganman. Oldin menga ko'p anaqa og'irlik tushmaydi. Cho'ntaklari ko'p ekan, kalislarimni hamma narsani alohida qilib qo'yganman. Shu narsasi yoqdi menga lekin. Sumkasi ham mana shunaqa mashinani farasi svet yarmi tushsa, o'shanda oq bo'ladi. Ya'ni nima deydi buni? Qanaqadir material bor, shunaqa o'zi. Hop, kechlik zakaz oldik, endi ketdik. Klientga telefon qilishim mumkin va bemalol yozsa ham bo'ladi. Mana yoqib, manimcha yozsa bo'ladi mana. Telefon qilsa ham sразу nomerga o'tib ketadi. Men kutib turgan telefon qildim. Hammasi aniq va tiniq, oson. Voltda umuman birinchi kun bo'lsa ham qiynalmay ishlayapman, chunki hamma narsasi aniq. Даже zakaz kelganda qayerdan qayerga necha kilometr kartada ko'rsatyapti qayerdanligini. Masalan, men bitta zakaz, men bitta klient deb ko'rsatyapti-da. Shu narsalar juda qulay ekan, menga yoqdi. Aniq hamma narsa. Pulni olish ham, boshqa qilish ham. Hozir shu pulni qachon, necha kun ichida o'tkazib berish kerakligini aniqlashim kerak. Lekin menga ozcha yoqyapti. Men bu hozir oynada ko'rdim. Yuzim bilan kulguli ekan, men bu kapshyonkani kiyganimda. Chunki liftga chiqdim-da boya. O'shanda voy dedim, shunaqa yuribmanmi, xumparga o'xshadim. Mayli, chiqsa yo'q. Shunaqa gaplar. Hozir endi yana zakaz tuzish kerak. 9 gacha pik vaqtida. Mana men bu yerga kirsam, mana aytgan bugungina. Xo'p. Mana bitta bu yerda o'chibdi. Chunki soat 6 bo'ldi mana. Yana 9 gacha hali pik bor. Shu 9 gacha yana zakaz yaxshi tushadi. Narxlari jihatdan to'g'risi bor-ku, uzumda masalan eng ko'pi bilan 15 ming olaman-da, 15 ming 17 ming zakaz olaman. Bu yoqda o'sha 15 minglik zakaz uchun ham 4 kilometr yurgan bo'laman. Bu yoqda 4 kilometrlik zakaz uchun 20 ming beryapti. 2 kilometrlik zakaz uchun 10 ming beryapti. Nariyoqda 2 kilometr, 1,5 kilometrlik zakaz uchun 8 ming so'm mana shunaqa to'laydi. Shunaqa to'lardi. To'g'risi kam tushadi bundan. Lekin bunday ishlar mazza qilaman. Shuning uchun uyga kirgim ham kelmayapti. Nima uchun uyga kirgim kelmayapti? Chunki bu menga belgilab qo'ymagan vaqtni. Soat 8 gacha ishlashga majbursan yoki soat 11 gacha ishlashga majbursan demaganda.
qo'yib bergan. Mana o'zimga qo'yib beryapti, xohlasam unikigacha ham ishlayman. Lekin kimdir mana shu vaqtgacha ishlaysan desa, yo'q deyman. Mana shu. Meni xarakterim shunaqa. Kimdir nimandir prikaz qilsa, prikazini anaqasini qilmayman. O'z holimga qo'yib bersa, u shart qo'yadigandan ham ko'proq ish qilishga qodirman. Shunaqa odamman-da, nima qilay? Qalaysizlar? Garizdan olishim kerak edi videoni, esimda yo'q. YouTube'ga yo'q. Qayoqda Instagramga olganga o'xshaydi. Qattiq. Sovuq bo'lib qoldi havo lekin. Toychog'imni qaranglar, qanaqa turibdi, sakadiskalarda. Hamma. Hech kimda yo'q bunaqasi. Menda aktiv zakaz bor. Hozir kajnika ko'rib qoldim. Ochib qo'yganman bitta issiqxon agar bo'lsa bu yerda. Davolayicha. Menimcha bor issiqxon. Kirganlar keyin sezdik. Birinchi marta ishlayapman. Liniyani o'chirganimga mendan so'rayapti. Dastur qanaqa ishlayapti? Zo'r. Vendorlar bilan, oshxonalar bilan ishlash qanaqa? Yaxshi. Ham cho'tki. Chunki bitta restoranga kirdim. Ovqat kech beryapti-da, menga kutib turing, iltimos dedi. Xo'p dedim, kutib turdim. Indamadim. Lekin menga Voltni o'zi telefon qilib aytayapti-ki, zakazingizni berishmadimi hali deb ular so'rashyapti. Shu darajada o'zlari telefon qilib chiqishyapti. Men biror marta o'zimda unaqa narsa ko'rmadim. Uzoq vaqt qolib ketsam. Va Volt support qanaqa ishladida, o'shani aytib bergan o'sha. Yana o'zimdan fikr qoldirishim mumkin ekan, lekin hozir yozib o'tirishim kelmayapti. Rahmat sizlarga. Va ko'ramiz. Mana qaranglar, mana bu narsa dastavkaga bo'lgan talab low turibdi, qizil turibdi, ya'ni past. O'sha dastavkaga bo'lgan talab kamaydi bu payt. 9dan keyin. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise, oh, she's only looking to me. Do'stlar, endi sizlar bilan Voltdagi birinchi ish kunimda topgan pulimni ko'ramiz. Bu 153.900 so'm va bu atigi nechadir soat davomida topilgan pul. Ya'ni 15 takam 6 da boshlanib, 20 takam 9 da tugatilgan smena vaqti oralig'ida 150.000 so'm ishlabman. Esinglarda bo'lsa, 3-4 soatli smenalarda uzunda faqat 90.000, 100.000 gacha topardim. Lekin bu yerda soat 6 dan deyarli 9 gacha bo'lgan 3 soat ichida 150.000 so'm ishlabman va masofalarni ko'rishingiz mumkin. Har bitta zakazdan necha pul topganimni ham shu yerda ko'rishingiz mumkin. Va 3 soat davomida 1 2 3 4 5 6 dona zakaz qilibman va mana bu 250.000 so'm esa kiyim-kechak va sumkalar uchun olingan 250.000 so'm depozit edi.